Ay aka, chiqdingizmi? Nima uchun shu erkaklar 1 soat qolib ketishadi shu hojatxonada? Qatdan bilay, nima qilyapsiz o'zingiz? Ay, aka tanlang. Voy nima bu? Bittasida sizni xursand qiladigan narsa bor, bittasi meni xursand qiladigan narsa bor. Tanlang endi. Meni xursand qiladigan narsani siz bilasizmi-ekan? Nima ekan, qani? Ana. Idish yuvish? Idishlarni yuvasiz. Hozir idish yuvsam bilasizmi? Oyim ustidan kuladi, dadam ko'rib qolsa bilasizmi? Nima bo'ladi? Shuni tanladingiz o'zingiz. Bunisi menga to'g'ri kelmaydi. Bunisini bering. $500. Berasiz endi. Idishlar ko'p emasmidi? Qattiq yuvish kerak. Voy, Oybek aka, ojon nima deydilar idish yuvsiz? Oyim $500 yuvayotganini bilsa indamaydilar. Idishlar yuvib qo'ya qoling. Olchig'imiz $200 bering. Nima qilasiz $200? Salonga bormoqchi edim. Siz salonga borishingiz shart emas. O'zi shunday go'zalsiz. Rostdanmi? Ana kech payt yana mashina qo'yini tayyorlab qo'ysangiz, ovqatni yoqib qo'yaman. Voy, Oybek to'xta. Bu yurak seni izlar hamon. Telbalarcha sevdim ey canım. Seni eslatar telbalarcha sevdim ey canım. Bu yurak seni izlar hamon. Ne oluyor bu? Abi, ha? Dada, Keling yana donnozni ketib kuzib qo'ydingiz. yo'q, qanaqadir yangi o'yin bor ekan, o'ynamaylik dedim, o'ynaymiz dedi. Hatto chiroyligina hali yuvarkansiz. Shu 25-25 idish tovoq ishingizni bilmaganimiz. Hali dindidod idishim bor edi. Uzr, bemalol deb. Bo'ldi, dada. Qo'g'il bola. Yuring bayalardan idish ko'p ekan, sizga topib kelib qatib yotib ketdi. Yutilganda yuvish kerak. Oxirigacha. Keliningizni chaqiraman, dada. Yutga kelinmisizmi? Endi Oxirigacha yo'llarsiz qilmang, yer oxirigacha. Erkak o'g'il bola. Voy, biram yaxshisiz dadasi. Aylanib ketay. Yaxshi shaxmatda o'ynab qo'ygan ekanmiz. Endi boshqa shaxmat o'ynamaymiz. Nima o'ynaysiz ekansiz? Shashka o'ynaymiz, men shaxmat yutkizib qo'yib. Bo'ldi, ana 1 soat bo'ldi. Qani endi umid bo'l. Dadasi, o'ynamay kelishgandik 1 soatda. Ezaman oyoqni. dada, Ha, o'g'ri bo'la bu. yana shaxmatda yutkizib qo'ydingizmi? Ko'rdingmi ustundan qilishini? Ko'rdingmi ustundan qilishini? Bitta paypaqni eplab topolmaydi, men ustundan qilishini qarab buningni. O'zingiz yutqizib qo'ysam oyog'ingni uqalayman degandingiz. Bo'pti, yop tilim qismasin seni oldingda. Qancha qoldi? 50 minut vaqt bor hali. 10 minutgina endi oyog'im yez. Bo'ldi, baqirmagin. Yoshlar oldida men sharmanda qilib. Xudoyim. Hozir 50 minut oyog'imni qolagandan keyin shashka o'ynaymiz. Xo'p, yutqizgan nima qiladi? Uni o'ynab bo'lganimizdan keyin aytaman, kim yutishiga qarab. Keling endi, oxiriga yetib qo'y. Oxiriga yetib qo'y. Ay xudoyim. Paypog'ing yo'q ekan, yur paypog'ingni topib beraman. Qo'ying dadasi, oyog'imni ezing. Qo'ying. O'zing bilasan, qara. Voy dadasi, yaxshi ham borsiz, aylanib ketay. Mashinani yutqizib turing. Ana shunda dadang meni qutqarmasdan o'qiz o'rmagan ekan, shu tashvishlar yo'q edi. Aynan. Bir ezsangiz ezibsiz-da. Necha yildan beri yezaman? Voy do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging esilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz kunlaring cho'zilyaptimi?